Assalomu alaykum. Qarindoshlar, hozir İstanbul'daki Asiya yaqindan Anqaraga Ali Akbar damallarning yetakchiligida yurishga chiqdik. Hozir Ali Akbar damallarjim musulmonlarga bir chaqiriq qiladi inshaalloh. Damallar gap qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Hürmetli qarindoshlar, biz hozir İstanbul'dan Ankara'gacha yurish qilish nomida bir safarga atlandik. Bu safarimizdagi shuari temisi Sharqiy Turkistonda Xitoy fashistlari tarafidan yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi turaylik degan tema ostida yoki mavzu ostida biz bir tashviqot xizmatiga atlandik.